Qalbdagi umid. Muallif Qora ko'z. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Hikoyani tinglashdan oldin YouTube sahifamizga obuna bo'ling hamda kommentariyada qadab qo'yilgan link orqali o'tib Telegram sahifamizga obuna bo'ling. Oq ko'ylakdagi qizni titrog'i barcha qizda bo'ladigan hayajon ta'sirida emasdi. Bu qo'rquv edi. U tomonidan bu tomonidan o'tib pardoz qilayotgan Feruzaga nimadir deyishga urinar, ammo gapira olmasdi. Yusuf aka keldilar. Bir payt yotoqda o'tirgan qiz dik etib o'rnidan turib, telefonini qo'ymay oyna oldiga bordi. "Ular bilan ko'rishib kelasanmi?" so'radi Feruza. Maxtiyani gapira olmayotgani sababi Samiya deb o'ylab, uni tashqariga chiqarishga undar ekan. "Maylimi opa?" Samiya Maxtiyani xafa bo'lmasligi uchun undan so'radi. "Bora qol." "Xo'sh, nimalar haqida o'ylayapsan?" Maxtiya gap boshlamasligini anglagan Feruza o'zi suhbatni ochdi. "Qo'rquvlarim haqida." Tez javob berdi. So'ng oynadagi go'zallikka tikilib qoldi. Nurmuhammad maxluq emas, dedi o'ylarini o'qigandek Feruza. Maxtiyani xayolida ham doim shu gap aylanardi. "Men bunday narsa uchun qo'rqmayapman bugun." Unda nega? Tushunmay qoldi dugonasini. Nurmuhammadga ishondim. U meni tashlab ketmasmikin? Ikkilanib berilgan savol kelin dugonani xonani to'ldirib kulishiga sabab bo'ldi. Maxtiyani chimirilgan qoshlari sabab bu kulgu 30 soniyaga bormadi. "Kechir." Uzr so'rab bosh egib dedi. "Sen Nurmuhammad aka haqida gapiryapsan." "Ularga ishonaman, ammo..." "Nima ammo?" Maxtiyani chala qolgan gapini oxirgacha eshitishni istab so'roqqa tutdi. "Ammo ikkilanyapman." Qiz oynadagi aksidan nigohini uzib, yuzini egib oldi. "Maxtiya..." Feruza gaplarini xayolida o'ylab, dugonasining yon tomoniga o'tdi. Bir necha badxulq kimsalar sabab jamiyat yomon sanalmaydi. Nafsiga qul emas hamma erkak ham. Sen ishonding, ammo imkon berishni istamayapsan. Nurmuhammad aka senga befarq emasligini bilasan-ku, to'g'rimi? Maxtiya bosh silgib tasdiqlagach, qo'llardan tutdi. "O'rningda bo'lganimda indamay tegib olgan bo'lardim. Hazil qilgan bo'ldi." "Men nima qilyapman?" Maxtiya ham javob berish barobarida kulib yubordi. "Shunday kulib tursang, Nurmuhammad seni hech qachon tashlab ketolmaydi." Bugungi tabassum baxtli kunlar nihoyasi yaqin ekanidan bexabar samimiy chiqdi. Tez orada boshlarga kelishi mumkin bo'lgan qora bulutlar barini yakson qilishini na bu ikki qizga, na to'yi xavfsizligi uchun soqchilarni ko'paytirgan Nurmuhammadga ma'lum edi. O'zini chalg'itish uchun ishga qaytganda tergash eshitib, tun bo'yi barda ichgan Said uchun ham kutilmagan holat bo'ldi. To'yda esa alamdan ham kulib o'tirdi. Yo'q, u akasi yoqtirgan qizga uylanadigan emas, o'zi avvalroq harakat qilmaganidan jahildi. Yuzga oq harir mato yopilgancha Nurmuhammad va nikoh o'qish uchun domla bor xonaga olib kirildi Maxtiya. Mayda qadamlar va gurullab urayotgan yuraklar. To'lqinlantiruvchi hislar har bir nafasni o'z izmiga olgan. Domla nikoh haqida ma'ruza o'qigach, mahr xususida gapirdi. Ayolning mulkidir mahr. Mahrsiz nikoh harom sanalishi va kuyovni moliyaviy darajasidan kelib chiqib so'ralgan mahr kelin tomonidan belgilanishi xususida. Maxtiya o'rniga mahr uchun 2 xonali uy so'radi Feruza. Bundan Nurmuhammadning yuziga yengil tabassum yugurdi. Qalb xotirjamligini his qildi. Ancha vaqtdan beri Maxtiya roziman dedi. 2 marta o'ziga rozimisiz deya berilgan savolga. "Eng katta gunohim so'rashsa mendan, deyman, xayrsizga ko'ngil berganim. Halolim bo'lmagan o'zga birini tunu kun Allohdan so'rab sevganim. Qadam qo'ymay turib sevgi shahriga, taqdirga yutqazib qo'yganim aybim. Uning baxti deya ko'nib bariga,
o'zgaga tutqazib qo'yganim aybim. Saidning ichidan yemirib borayotgan hislar bir qarashda sezilmaydi. Sovuqqon, bee'tiborligi bois. Mo'ltiray boshlagan yulduzlar ostida bezatilgan hovlida to'y bo'layotgandi. Shu uyda yashovchilar va kelin-kuyovni yaqin tanishlari taklif qilinib, sokin musiqa boshlangan suhbatga xalal bermas, hamma o'zi bilan ovora edi. 50 nafar mehmon ichida uyga begona sanalgan Yusuf hamda Nurmuhammadning bir necha do'sti, rafiqalari bilan tashrif buyurgandi. Magnitofondagi bir tekis ohang o'zgardi. Shuni kutgandek, mehmonlar juft bo'lib davra markazida raqs boshlashdi. Bugun rad javobini qabul qilmayman. Qo'lini uzatish barobarida Mahdiyani hayajonga solib, dedi Nurmuhammad. Rad etmoqchi emasdim. Birlashgan qo'llar ko'pchilik qatoriga qo'shilguncha uzilmadi. Menga noqulay juda. Bugundan haloliga aylangan yigitning yuziga qaramay, belidagi qo'liga ishora qildi. Menga ham. Mahdiya singari pichirladi. Unda buni to'xtataylik. Javob talab etilgan nigohi mehrli qarashga duch kelib, yuzi duv qizardi. Xonamizda davom etamiz. Qulog'iga aytilgan gap ta'sirida yurdi Mahdiya. To'y oxirgacha. Ichishni tashlaganding-ku? Ukasini to'xtamay ichayotganini Nurmuhammadni tashvishlantirgani bois Mahdiya bilan raqsini to'xtatib u tomon kelgandi. Bugun bayram-ku. Bitta akamni to'yida ichmasam uyat, qo'shimcha qildi. Kinoya aralash so'zlari Nurmuhammadni diqqatini tortganini sezmay. Bunday qilaverma. Xavotir olyapman sendan. Stulidan turib, oyog'i chalkashgan Saidni yiqilishga qo'ymay gapirdi. Aka, men uchun nimalardan kechasiz? Said yumilib ketayotgan ko'zlarini majburlab ochdi va akasiga termoldi. Men sabab sevgingizdan kecha olarmidingiz? Tushunarsiz berilgan savolga yanada aniqlik kiritdi. Bu nima deganing? Men uchun sevgidan muhimsan, eshitdingmi? Bu dunyoda barcha narsadan muhimsan men uchun. Nurmuhammadning javobiga kuldi Said. Bu safar kinoya va og'riqlarsiz. Aldamayapsizmi? Dedi zo'rg'a. Sizlashi Nurmuhammadni g'alati kayfiyatga solgan bo'lsa-da, hech o'ylovsiz tasdiqladi. Sevgini hayot davomida yo'qotishim va topishim mumkin, seni emas. Men yaxshiman. Akasini ko'ksiga 2 bor qoqib, o'zini tutdi Said. Siz kelinoyim oldiga boring aka. Butun uydagi bezatilmagan xonalardan birida titragancha yoshlarini tinimsiz artayotgan Mahdiya endi nima bo'lishini o'ylashga ham qo'rqardi. Nurmuhammad kirmasligini istar, ammo kirishini bilardi. Qo'rqqani bois yuvinish xonasiga qamalib olishni ham o'yladi. Ammo u yerda qancha vaqt o'tiradi? Pardalarni bir tomonga yig'ib, oynachani ochganda osmonda ko'rinayotgan mitti yulduzlarga boqdi. Yulduzlarga aylanib qolsam edi degan gap o'tdi xayolidan. Ahvoling yaxshimi? Ortidan kelgan kutilmagan ovoz ko'zlari kattalashishiga sabab bo'ldi. Tezgina o'girildi. Kirganingizni sezmabman. Nigohlar to'qnashganidan qo'rqib, boshqa joylarga qaragancha gapirdi. Xonaga chiqib ketayotganingda yuzing oqarib ketgandi. Hozir oyna oldida ko'rib, xavotirlandim demoqchi edi. Hammasi yaxshi. Xursandman u holda, dedi kostyumini yechish barobarida. Eshik qoqilib, Feruzani ovozi keldi. Mahdiya, ovqatlanib olinglar. Ikkingiz ham tushlik qilmadingiz. Eshik qulf bo'lmasa-da, ochishga uyaldi chog'i eshik ortidan gapirdi. Olaver, dedi Nurmuhammad. Mahdiyani savolli qarashga tushunib. Men yuvinib chiqaman. Shkafdan sochiq hamda yengilroq kiyim oldi-yu, o'zini hammomga urdi. Rahmat. Patnisdagi meva va shirinliklarni olish mobaynida biroz tabassum qildi. Titrayapsanmi? Yomon narsalarni o'ylama. Dugonasidagi titroq nimadan ekanini bilib maslahat bergan bo'ldi. Kun bo'yi tinchlantirish uchun aytgan gaplar ta'sirini tugatganini tushunib.
Harakat qilaman. Yaxshi dam olinglar. Eshik yopilgach, yotoqdan narida joylashgan stolga qo'lidagi patnisni qo'ydi. Biron nima yedingmi? Nam sochlarini ortga taragancha rafiqasiga aylangan qizdan so'radi boss. Qornim to'q. Aslida och bo'lsa-da yolg'on gapirdi. Mayli. Majburlashni istamadi Nurmuhammad. Yotoq yonida turib qolgan qizga bir muddat tikilib qoldi. Qaysi tomonda yotasan? Yotoqqa ishora qildi. Divanda yotsam maylimi? Maqtiya past ovozda qizarib so'radi. Divan keng bo'lsa-da, uxlash uchun noqulay ekanini bilgani bois rad etdi boss. Yo'q. Yotoq katta. Senga xalal bermayman. Xavotir olma. Ikkisi ham o'z joyida bir qancha vaqt shiftga qarab yotdi. Avval Maqtiya, so'ng Nurmuhammad bir tomonga ag'anab, qarama-qarshi kelib qolishdi. Ikkisining o'ng'aysizlangani sababi nigohlar takror birlashgani bo'ldi. Xayrli tun, dedi boss. Nurmuhammad o'girilmagani bois bu ishni Maqtiya ham qila olmadi. Faqatgina tilidan sizga ham degan so'z chiqdi. Ko'zi yumilganini taxmin qilgan Nurmuhammad titrab, och pushti rangi kirgan lablarga tikildi. Bo'yoqlarsiz ham go'zal. Xayolidan o'tkazdi. Qizga biroz yaqinlashib, ustiga ko'rpani yaxshiroq yopdi. Oyna ochiq bo'lgani hamda kuzning salqin tunida shamollashini xohlamay. Shunda ham ko'zini ochmagan qizdan uzoqlashish oldi peshonasiga lab bosdi. Uni bag'riga bosishni istardi, ammo hurkib turgani sabab bunga yuragi betlamadi. Halolining taftini his qilgancha indamay uxlayotgandek yotgan qiz biror harakat qilmadi. Zero bunga hojat yo'q edi. Birozgina vaqt o'tib, yigitni yumilgan ko'zlarini mo'ralabgina ko'rib, unga termulib qoldi. Terilgan singari tuyulgan qoshlari yaqindan betartib ekanini kuzatib tabassum qildi. Yaqindan unchalik chiroyli emas, deya o'yladi va o'z-o'ziga kuldi miriqib. Yo'q, aslida chiroyli degan ta'rif yigitlarga mos emas. U kelishgan. Yuzini o'rganishdek maroqli mashg'ulotni davom etdi, o'ylash barobar edi. Siyrak, uzun kipriklarini sanasa sanog'iga yeta olarkan. Chap ko'zning chetida mitta, uzoqdan sezilmas holi borligiga guvoh bo'lib, yanada jilmaydi. Tikilishlari yakuni yigit lab kimtagani bo'ldi. Uyg'oq degan hadik bilan ko'zlarini yumdi. Qachon uyqu saltanati o'z domiga olganini bilmaydi. Yangi kun ba'zan baxtsizlik olib kelishi, ko'ngillarni sindirib, chuqur iz qoldirishi rost. Nonushtada barchani yuziga birma-bir qarab chiqqan Nurmuhammad keyingi navbatda ukasiga tikildi. Kecha xursand bo'lishga sababchi ko'zlarini esladi. Men yaxshiman. Siz kelinoyim oldiga boring aka. Katta o'zgarishlar kichik qadamlar sabab bo'ladi. Nurmuhammad nihoyat qayta Saidning mehrini qozona olayotganidan quvonchdi. Avvaliga alamzada insondek ichkani shubhalantirib qo'ygandi. Bergan savoli ham. Ammo keyinchalik buni jur'at uchun deb hisobladi. Nurmuhammad xato qilganini bilmasdi. Saidning hislari haqidagi gumonni o'zidan bir bor so'ramadi. Balki sevib qolgan qizni u ham yoqtirishni eshitishdan qo'rqqandir. Balki tog'ga chiqarmiz. Nigohlarni o'ziga jalb qilib, o'rtaga savol tashladi Said. Kayfiyati tushunarsiz ukasiga savolli qarash qildi boss. Hech kim istamasa, o'zim dam olib kelaman. Nonushta tugagani bois duo qilib o'rnidan turish mobaynida gapirdi. Nigohlar bu safar bossga qadaldi. Uni buyrug'isiz kimdir nimadir deyishga qo'rqib turibdi. Bunga sabab stol atrofida nonushta tayyorlayotgan vaqtlari xonasidan chiqqan Maqtiyani savolga tutishayotgan payt ortdan kelgan Nurmuhammadni koyigani, har xil savol va iltimoslar bilan asabimga tegmanglar degandi boss. Maqtiya ham uni tajang kayfiyati bois lom-mim demadi. Hayron qolgani ham sir emas. Uyg'onishganda kayfiyati yaxshi edi axir. Xayrli tong tilab hammomga kirib ketgandi. Undan so'ng esa Maqtiyaga ham egniga e'tibor tortmaydigan kiyim tanlab bergancha
yuvinish xonasiga kirgizib yuborgandi. Nurmuhammadni bunday vaziyatdan olib chiqa oladigan yagona inson Said bo'lgani bois Javohir ham indamay kuzatdi suhbat yakunini. Said istaganiga erishgandi. Rostdan ishlar va ruhiy bosim sabab charchagandi. Qalbidagi otash pasaygandek edi, toki Hamid amakisi bir jonni olgunga qadar. Mashinalar qatorlashib yo'lga tushdi. Bir mashinada iste'mol mahsulotlari, katta avtobusda qizlar va qo'riqchi yigitlar. 3-mashinada esa Samiya, Mahdiya, Bo'z hamda Said bilan yo'lga tushdi. Biroz uxlab olaman, sekinroq haydang, dedi yarim jiddiy ohangda Said. Qachondan beri haydovchi sanab olding meni? Chimirdi qoshlarini Nurmuhammad. Ukasini sizlab gapirishi quvontirayotgandi. Ko'proq tortishkisi kelib suhbatga tortdi. Dam olish uchun tog'ga boraman degandim. Siz esa ataylab bozorlik qilgani shaharga yubordingiz. Shuncha qo'riqchi yordamchilaringiz turganda meni jo'natib balo bormidi? Endi qo'llarini oldinga chalkashtirib oldi, labini burib. Saidni yosh bolacha araziga kulgisi keldi-yu, labini tishlab oldi. Ort o'rindiqdagi opa-singil. O'zing tog' mavzusini ochganingga deb qolgan gapga o'ylanib qoldi Nurmuhammad. Bosh qashida pushaymon qildirmoqchi edim deyish xato ekanini anglab, shunga jazo deb meni mashinamni balonini teshdingmi? Juda yaxshi ko'radigan kuldirang mashinasi ko'z oldiga keldi. Gapni burishga bahona topganidan suyunib. Mashinangiz? Burnini jiyirib, yuvilmaganga o'xshaydi, deb kuldi Said. Mahdiya aka-ukaning haqoratsiz, jerkish va kesatishsiz suhbatini tinglab yengillik tuydi. Demak, adashibdi. Saidni o'ziga qarashlaridan yoqtirib qoldi deb o'ylagandi. Bunday bo'lganda o'rtadagi sovuqlik kuchayardi. Bunday hazil va yosh bolacha gap talashish emas. Tonirovkali oynani oxirigacha ochib, yuzini shamolga qaratib, zavqlanayotgan Samiya mashina keskin bergan tormoz sabab oldinga qalqib ketdi. Said ham uyqusirab ochgan ko'zlarini ishqab, "Nima gap?" deya so'radi. Yo'lni to'sib qo'ygan yuk mashina hamda birgala odamlarni ko'rib hushyor tortdi barcha. Bular kim? Qorong'u tushib ulgurgan bo'lsa-da, qurolni anglab so'radi Mahdiya. Ularni qurollari bor ekan. Vahimadan ovozi ko'tarilib ketdi Samiyana. Oynani ham, og'zingni ham yop. Said qat'iy gapirdi. Biroz o'ylab turib, bardachokdan qurolini olib, shimiga qistirdi. Bu vaqtda ort oynalarni yopgan akasiga qisqa nigoh tashlab, "Hech kim ovoz chiqarmasin. Avval qizlarga o'qitingiz" degandek qoshini yuqorilatdi. Akasiga ma'noli qarash qildi. Nurmuhammadning nigohi esa mashina yoniga yaqinlashib qolgan niqobli shaxslarda edi. "Aka", dedi yelkasiga turtib, "mashinadan o'q o'tmaydi. Ketinglar desam, mashinani ortga buring." Eshikka yo'nalgan qo'lini boshqa qo'l ushladi. "Nimalar deyapsan?" Chuqur nafas olib, qizlarga ko'z bilan imo qildi Nurmuhammad va bosh qimirlatdi. "Kerakmas" degandek. "Rafiqangiz qo'rqyapti. Mashinada qoling." Nima haqida gapirmoqchiligini taxmin qilib, to'xtatdi akasini. Saidni yolg'iz qo'yib yuborishni istamay, "Nima deysa ham ko'n", dedi iltijoli qarab. Tinch ketishmoqchi bo'lganda niqob va qurolsiz kelishardi. Mashinadan tushish oldi, "Ketinglar", dedi barchaga eshitarli qilib. "Biz shoshayotgandik", o'zini bosib gapirdi Said. "Yo'lni bo'shatsanglar." Mashinasi atrofida aylana boshlagan bir necha yigitga nigoh tashlab, "Qora bozordagi Aslonov senmisan? Kim ekanim bilan nima ishing bor?" Yuzini burib kuldi-da, qarshisiga kelgan odamga tik qaradi. "Muammo kerak bo'lmasa, yo'qol bu yerdan." Bu gap kor qilmasligini bilar, ammo past ketishni istamay gapirdi. Mashinadan tushayotganda soat orqali guruhga xabar jo'natgandi. Manzilni aniqlash va vaqtida yetib kelishlariga uncha ishonmasa ham, mashinasi baloniga tepishgani bois signali chiyillab bir soniya diqqati bo'linib,
qo'li qayrildi. O'zingga o'zing sotib olding. So'nggi kinoyali kulishni amalga oshirib yigitni chalib yiqitdi. Yoniga kelib qolgan yana birining oyog'iga tepib, otilgan o'qlarga yana bir yigitni qalqon qildi.